Bugun siz Avtoline kanalida zamonaviy dizayn, yuqori qulaylik va ilg'or texnologiyalar bilan mashhur bo'lgan yangi sedan haqida gaplashamiz. Bu 2026 Skoda Octavia. Ushbu model ko'p yillar davomida o'z segmentida eng mashhur avtomobillardan biri bo'lib kelmoqda. Skoda kompaniyasi Octavia modelini har yangi avlodda yanada mukammal qilishga harakat qiladi. 2026 yilgi model ham dizayn, texnologiya va haydash qulayligi bo'yicha sezilarli yangilanishlar bilan taqdim etilishi kutilmoqda. Agar siz oilaviy foydalanish uchun keng, qulay va zamonaviy avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, yangi Octavia juda yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Avtomobilning tashqi ko'rinishi juda zamonaviy va dinamik dizaynga ega. Old qismida katta va aniq shakldagi radiator panjarasi joylashgan bo'lib, u avtomobilga jiddiy va premium ko'rinish beradi. Ingichka LED faralar esa avtomobilning zamonaviy uslubini yanada ta'kidlaydi. Bamper dizayni ham sport uslubida ishlab chiqilgan bo'lib, bu Octavia'ni yanada agressiv va jozibador ko'rsatadi. Yon tomondan qaraganda uzun va silliq chiziqlar avtomobilning aerodinamik shaklini ko'rsatadi. Yangi alyuminiy disklar esa tashqi ko'rinishga yanada chiroy qo'shadi. Orqa qismida esa zamonaviy LED stop chiroqlari va chiroyli bamper dizayni mavjud. Umuman olganda, yangi Octavia tashqi ko'rinishi bilan ham oilaviy, ham biznes klass avtomobili sifatida juda jozibador ko'rinadi. Salon ichki qismi ham juda zamonaviy va qulay. Ichkariga kirganingizda keng va sifatli interyer darhol seziladi. Markaziy panelda katta sensorli multimedia ekran joylashgan bo'lib, u navigatsiya, smartfon ulanishi va boshqa ko'plab zamonaviy funksiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. Rul boshqaruvi ko'p funksiyali bo'lib, haydovchi uchun juda qulay joylashtirilgan. Raqamli asboblar paneli esa barcha kerakli ma'lumotlarni aniq va zamonaviy uslubda ko'rsatadi. O'rindiqlar yuqori sifatli materiallardan tayyorlangan bo'lib, uzoq safarlarda ham maksimal qulaylikni ta'minlaydi. Old o'rindiqlar keng sozlanadi va qo'shimcha qulaylik funksiyalariga ega bo'lishi mumkin. Orqa o'rindiqlarda esa yo'lovchilar uchun juda keng joy mavjud. Bagaj qismi ham juda katta bo'lib, bu avtomobilni oilaviy sayohatlar uchun juda qulay qiladi. Ishlash ko'rsatkichlari bo'yicha ham Octavia juda yaxshi natijalar ko'rsatadi. 2026 yilgi model bir nechta dvigatel variantlari bilan taklif qilinishi mumkin. Ular orasida 1.5 litr turbo benzin dvigatel yoki 2 litr kuchliroq dvigatel variantlari mavjud bo'lishi mumkin. Ushbu dvigatellar yaxshi quvvat va yoqilg'i tejamkorligini ta'minlaydi. Avtomobil boshqaruvi juda barqaror va qulay. Rul tizimi aniq ishlaydi, suspenziya esa yo'l notekisliklarni yaxshi yutadi. Bu esa haydovchi va yo'lovchilar uchun juda qulay harakatni ta'minlaydi. Shuningdek, avtomobil zamonaviy xavfsizlik tizimlari bilan ham jihozlangan. Avtomatik tormoz tizimi, yo'l chizigini nazorat qilish va adaptiv kruz nazorati kabi texnologiyalar haydovchiga qo'shimcha yordam beradi. Narx masalasiga keladigan bo'lsak, 2026 Skoda Octavia o'z segmentida juda raqobatbardosh narx bilan taklif qilinishi kutilmoqda. Bozor va konfiguratsiyaga qarab, uning narxi taxminan 25 mingdan 35 ming dollargacha bo'lishi mumkin. Bu esa premium darajadagi qulaylik va texnologiyalarni nisbatan arzon narxda taqdim etadigan sedanlardan biri ekanini ko'rsatadi. Umuman olganda, yangi Octavia bu zamonaviy dizayn, keng salon va kuchli texnologiyalarni birlashtirgan juda muvozanatli avtomobil. U kundalik haydash uchun ham, oilaviy sayohatlar uchun ham juda mos tanlov hisoblanadi. Agar sizga shunday avtomobillar haqidagi videolar yoqsa, Avtoline kanalini kuzatib boring, chunki bu yerda avtomobil olamidagi eng yangi yangiliklar va qiziqarli sharhlarni muntazam ko'rishingiz mumkin.